Assalomu alaykum va rahmatullohi aziz do'stlar. Kanalimiz a'zolari 100 kilovatli retortning garelkamiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Baquvvat qilib ishlangan, polni chugundan turibdi. 21-asr mahsuloti o'zimizda ishlab chiqarilgan. Katta motorlarda do'yni rejissyorlik qilib baquvvat qilib ishlangan. Shuningdek, ko'rishingiz mumkin 5 chok 6 mmli istam bo'lgan. Kimga shunaqa katta garelkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh chiroyli qilib ishlaringizni bitkazib beramiz. Bu asosan Belalma semichkaga ishlaydi. Manzilni tushuntirib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod muhitida. Xohlasa kat yo'llari bilan qilib beraveramiz. Buni teplissaga 6 sot, 7 sot teplisagacha qo'ysa bo'ladi. Uylarga bo'lsa 800 kvadrat, oxir maksimal 1000 kvadratgacha qo'ysa bo'ladi. Kimga shunaqa garelkalar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Katta yo'lchakalar sifatiga o'ta baho berib qo'yasizlar.